X3 rulovoy remont qilingandan keyin metkasi noto'g'ri qo'ygan holda biz metkaga to'g'irlayapmiz. Buni chiqarib olib, bu 700 ga chiqib ketgan ekan. Mana shu holatda 720 oxirida turadi. Buni rolni joyiga qaytarib, nolga tushiramiz. Nolga tushirib, bu yo'g'ini joyiga qaytaramiz. Xo'p, mana rolni metkasini nolga to'g'irladik. Past tepadan buni, pastdan buni bo'shatib turib, chiqarib, balonni to'g'ri qilib olib, ularni keyin nolga to'g'irlab qatirdik. Xudo xolasa bo'ldi. Mashinada ABS yonib, hatto sirpanchiq yo'l o'sha yonib qolayotgan bo'lgan. Hozir nolga to'g'irlaganimizdan keyin o'zi avtomatik o'chdi. Hop, keyin bitta ma'lumot, ko'pchilik bu videoni qilgani, lekin qaysiga kirishni ko'rsatmagan. Ravon R3 dvigatelga kirilmaydi, ABS ga kiriladi. ABS ga kirgandan keyin переменный mana shu yerdan bunday qilib, mana Google поворот рулевой колеса. Shuni bitta o'zini chiqarib olsanglar, metkaga qo'yish oson bo'ladi. Qiynalmaysizlar.